Rossiya Federatsiyasida WhatsApp taqiqlandimi? Sobyanin mehnat muhojirlarini tarafini oldimi? Vladimir Putin ishtirokida MDH davlat rahbarlarining norasmiy uchrashuvi o'tkazildi. Xitoyliklar Toshkentda o'zbek so'mini yoqishdimi? Hindistondan Rossiya Federatsiyasiga 3 milliondan yuqori hojirlar kelishi va'da berilgan. Yaqinda Rossiyadan Qozog'iston orqali O'zbekistonga giyohvand moddalar olib kirishga urinishi fosh etildi. Amin ilovasini o'rnatish o'zi yetarli emas. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Jahongir Saidovich. Hafta yangiliklari bilan tanishib o'tamiz. Rossiya Federatsiyasida WhatsApp taqiqlandimi? Norasmiy manbalarda qayd etilishicha, 2025-yil dekabr oyining oxirgi choragida Rossiya Federatsiyasida WhatsApp messenjerlari ish tezligi sun'iy tarzda 70-80% ga pasaytirildi. Shu sababga ko'ra, foydalanuvchilar uchun xabar jo'natish, media fayllarni uzatish va aloqa darajasi sezilarli darajada qiyinlashdi. Tezlik pasayishi ayniqsa yirik shaharlar Moskva, Sankt-Peterburg va boshqa hududlarda qayd etilgan. Eslatib o'tamiz. Rossiya Federatsiyasi hududida Instagram, YouTube kabi platformalar bloklangan. Rossiya Federatsiyasida Davlat dumasida xabar berilishicha, yaqin orada mamlakat hududida YouTube to'liq bloklanadi. Foydalanuvchilar Rutube yoki Max kabi mahalliy platformalarga o'tish maslahat berildi. Moskva meri Sergey Sobyanin dekabr oyidagi intervyularidan birida muhojirlarga qarshi norozilik bildirayotganlarga keskin javob berdi. Я бы посоветовал этим экспертам, если они такие энтузиасты, взять метлу и пойти в Московский двор помахать с высшим образованием, там, с докторской диссертацией и так далее. Я не думаю, что они это будут делать. А кто это будет делать? Uning fikriga ko'ra, ayrim fuqarolarning mehnat muhojirlarga qarshi shikoyatlari mavjud bo'lsa, ularni umumlashtirish noto'g'ri. Moskvada chet el muhojirlarining soni 2018-yildan beri o'zgarmay kelyapti. Shuningdek, mehnat muhojirlarga qarshi norozilik bildirayotgan odamlarga, misol uchun, agar xohlasa, supurgini olib shaharning ko'chalarini tozalashi bilan shug'ullanib ko'rishi mumkin. Shunday og'ir mehnat faoliyatlarida ishlayotganlari uchun aslida biz rahmat aytishimiz kerak, dedi Moskva meri Sergey Sobyanin. Vladimir Putin ishtirokida MDH davlat rahbarlarining norasmiy uchrashuvlari o'tkazildi. 22-dekabr kuni Sankt-Peterburg shahrida MDH davlat rahbarlari navbatdagi Yevroosiyo iqtisodiy kengashi yig'ilishlarida ishtirok etish uchun to'planishdi. Yig'ilishda O'zbekiston Respublikasi kuzatuvchi davlat sifatida ishtirok etdi. Belorussiya prezidenti Aleksandr Lukashenko O'zbekiston Respublikasi prezidentiga Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'liq a'zo sifatida qo'shilishini taklif qildi. Muzokaralar davomida Tojikiston va Qirg'iziston chegaralari muammolarini O'zbekiston hamkorligida bartaraf etib, bu hodisa Xo'jayin deklaratsiyasi yordamida huquqiy mustahkamlanganligini alohida e'tirof etildi. O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari bu yutuqlar evaziga Lev Tolstoy nomidagi xalqaro tinchlik mukofoti topshirildi. Xitoyliklar Toshkentda o'zbek so'mini yoqishdimi? 24-dekabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda 3 nafar chet el fuqarosi tamaki mahsulotini chekish maqsadida o'zbek so'mini yoqishganligi aks etgan videolar tarqaldi. Tarmoq foydalanuvchilari orasida ushbu chet el fuqarolari xitoyliklar bo'lishgan va ushbu video Toshkent viloyatlari korxonalaridan birida tasvirga olingan degan taxminlar mavjud. Video tarqalgach, Toshkent viloyati ichki ishlar bo'limi boshqarmasi tomonidan holat yuzasidan tekshiruv ishlari boshlangan. Tekshiruv yakuniga ko'ra, xorijliklarga har biriga 100 bazaviy hisoblash miqdori, taxminan 41 million so'm miqdorida jarima belgilangan. O'zbekiston milliy valyutasida davlat gerbi tasviri mavjud. Uni yoqish yoki tahqirlash davlat ramzlariga hurmatsizlik sifatida baholanadi va qonunchilikka muvofiq jazolanadi. Hindiston Rossiya Federatsiyasi uchun 3 milliondan yuqori muhojirlarni yetkazishga va'da berdi. Индия официально передаст России 3 миллиона высокомотивированных индусов. Prezidentning maxsus vakili ma'lum qilishicha, 2026-yilda kamida 40 ming nafar Hindiston fuqarosi Rossiyada ishlash uchun kelishi kutilmoqda. Rossiya mehnat bozorining uzoq muddatli ehtiyojlari millionlab ishchilarni talab qilishi mumkinligi ta'kidlanmoqda. Ularning asosiy qismi sanoat, qurilish, ishlab chiqarish, logistika va xizmat ko'rsatish sohalarida ishlashi rejalashtirilgan. Bu qaror Rossiyada ishchi kuchi yetishmovchiligi mavjudligi bilan izohlanmoqda. Yaqinda Rossiyadan Qozog'iston orqali O'zbekistonga giyohvand moddalar olib kirishga urinish fosh etildi. Huquqni muhofaza qiluvchi va bojxona organlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida noqonuniy yuk O'zbekiston hududiga kiritilishidan oldin aniqlanib va bartaraf qilindi. Aniqlangan giyohvand moddalari: sintetik giyohvand modda mefedron, ayrim holatlarda psixotrop moddalar, 2 kilogramdan ortiq sintetik giyohvand modda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, giyohvand moddalar Rossiya hududidan Qozog'iston orqali O'zbekistonga olib kirilishi rejalashtirilgan. Hozirda holat yuzasidan tergov ishlari davom etmoqda. Aybdor shaxslarga nisbatan amaldagi qonunchilikka muvofiq jinoiy javobgarlik choralari ko'riladi. Amin ilovasini o'rnatishning o'zi yetarli emas. Rossiya Federatsiyasi ichki ishlar bo'limi rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, Amina mobil ilovasi bo'yicha o'tkazilgan
pilot loyiha doirasida 140 mingga yaqin fuqaro, ya'ni mehnat muhojirlari migratsiya ro'yxatidan chiqarilgan. Bunga asosiy sabab ilova geolokatsiyasi ma'lumotlari yo'qligi, yashash joyi tasdiqlanmagan yoki tizim talablariga rioya qilinmaganligi haqida aytib o'tildi. Muhim eslatma, Amina ilovasi orqali muhojirlarning qayerda yashayotgani va migratsion holati hozirgi vaqtda tartibi nazoratga olinmoqda. Ilova har kuni ishlatilishi, geolokatsiya doim yo'qolgan bo'lishi va bildirishnomalar faol holatda turishi shart. Aks holda mehnat muhojirlari Rossiya Federatsiyasida qonuniy huquq maqomini yo'qotishlari mumkin. O'ylaymanki, ushbu ma'lumot sizlar uchun foydali bo'ldi. Savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldirishingiz mumkin yoki ushbu ko'rib turgan raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.